15-qavat. Ha, ayni mana shu 15-qavatga yarim quruq styajka qorishmasini olib chiqish kerak. Odatda bu juda ham bir mashaqqatli ish. Sababi buni ustalar yo qo'lda o'zi olib chiqish kerak yoki kran chaqirish kerak. Kranda hamma narsani tayyorlab olib chiqishingiz juda ham bir ko'p vaqt talab qiladi va mablag' talab qiladi. Biz esa bu narsaga innovatsion yechim beramiz. Bu ham bo'lsa Mortal Meister 5200R uskunalari. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qurilishdagi eng qiyin jarayonlardan biri bo'lgan yarim quruq styajka qorishmalarini baland qavatlarga qanaqa qilib ko'tarishni ko'rib chiqamiz. Buni odatda qanaqa qilishadi? Odatda mana shu qumni o'zini olib chiqishga o'rtacha 1 kun vaqt ketadi. Sababi bunga kran chaqirib, kranda olib chiqib tushishlari hammasi vaqt olib qo'yadi. Undan tashqari sement ham olib chiqish bor hali va mana shu styajkani qo'lda qilganligi uchun ustalar 2 barobar ko'p pul olishadi. Lekin bugun sizlar bilan boshqa usuldan foydalanamiz. Mana bu Mortal Meister yarim quruq styajka uskunasi. Mana shu uskuna yordamida styajka qorishmasini xavfsizroq, tezroq va samaraliroq olib chiqish mumkin. Bu qanday ishlaydi? Juda ham oson. Qorishmani maxsus qozonga solamiz, tugmani bosamiz va u o'zi avtomatik tarzda 90 metr balandlikka qorishmani chiqarib beradi. Hozir biz bir qozon, ya'ni 0,25 kub qorishmani 15-qavatga qancha vaqt olib chiqishini ko'rib chiqamiz. Odatiy usuldan foydalanganda buncha qorishmani olib chiqish juda ham ko'p vaqt talab qilardi. Keling, buni birga ko'rib chiqamiz. Ishni boshladik. Birinchi navbatda qum, sement va suvni qozonga solamiz. Qozonimizda qorishma bir maromda qoriladi. Qorishma tayyor bo'lganidan keyin qozon qopqog'ini yopamiz va kompressorni qo'shamiz. Qorishmamiz yuqoriga ketdi. Oddiy usuldan foydalanganimizda bu ishni amalga oshirish uchun juda ko'p vaqt va mablag' ketgan bo'lardi. Lekin bu uskunamiz yordamida bir tugmani bosish o'zi kifoya. Shunaqa texnikalar qurilish sohasida revolyutsiya qilmoqda. Avvallari bunday texnikalar bo'lmagan va odamlar og'ir yuklarni qo'lda olib chiqishga majbur bo'lishgan. Mana qorishma yuqorida. Xulosa shuki, tez, oson va xavfsiz. Ko'rib turganingizdek, qorishmamizda mana shunday holatda tepaga chiqadi. Endi mana shu qorishmani pravila va vertolyot yordamida mana shunday holatga keltiramiz. Styajka qilingan polimiz taxminan 4-5 soatlik ichida uje oyoqda bemalol yursa bo'ladigan darajada qotadi. Mana shu bir qozon, ya'ni 0,25 kub qorishmamizni Mortal Meister 5200R uskunamiz orqali 15-qavatga salkam 2 minutda olib chiqildi. Endi sizlarga savol. Mana shu 0,25 kub qorishmani qo'l mehnati bilan qancha vaqt olib chiqsa bo'ladi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana hozir biz mana shu uskunani egasi bilan turibmiz. Mana shu akamizga hozir bir nechta savollar beramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsiz. Sizga bir nechta savollarimiz bor. Birinchisi, aynan mana shu styajka sohasiga qanaqa qilib kirib qolgansiz? Rossiyada ko'rib yurardik, havas qilardik. Rossiyadan kelgandan keyin bitta fasadda ishlaganmiz. O'sha paytda yaxshi taklif tushib qolgan, katta ob'em chiqqan, o'shanda olganmiz apparatni. Hop, ikkinchi savolim, hozirgi kunda mana shunaqa uskunadan sizda nechta? 3 ta bor, bittasi dizelli, ikkitasi elektrichniy. Hop, uchinchi savolimiz, qo'lda styajka qilish bilan mana shunaqa uskunada styajka qilishni qanaqa farqlari bor? Asosiy farqi vaqtda. Bunda bir kunda bir smenda qilinadigan ishni
300 kvadrat misol olsak, 300 kvadratni qo'lda quysa, menimcha 3 kun yoki 4 kun ketadi. Xo'p, endi oxirgi va asosiy savolimiz, nega aynan Mortal Meister? Servisi bor. Eng asosiysi. Zapchastlari bor. Bu ishda eng muammoli taraf apparatga servis, ya'ni xizmat ko'rsatish bilan zapchastdir. Mana savollarimiz shundan iborat edi. Aka, sizga kattakon rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Agarda kimga mana shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Agarda kimga xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Mana shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasi bilan podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Mortal Meister jamoasi bo'ldi.